ilohim, menga shunaqa jin vaqt nasib qilsin. Bu munosib shabelini kech qolib ketdik. Yo'q, qayerda yuribsiz o'zi? Soat allamahal bo'lib ketdi-yu. Assalomu alaykum voy. Va alaykum assalom. Kech bo'lganda nega unday achkitdan qoldi? Ana so'ring voy keliningiz. Nima bo'ldi? O'qishimdan chiqqan bir bola keldi. Keyin maydaga qo'tdilar, urushib ketdilar. Hamma yog'ini qo'yib tashladi. O'zi ham ko'zim chiqib ketdi. O'zing ham ko'karganmisan bolani? Urushdilar demoqman, voyjon. Qiling, to'xtang desam ham, urdilar. Yo'q, esi joyidami seni? Yo'lga ketib borsa menga shu kammi? Qizim voy qizim. Nega meni xotinimga qaraydi? Qayoqqadir yozib qo'yganmi seni xotiningda? Bitta seni xotining bor. A ko'z bo'lgandan keyin qaraydi, chiroyli bo'lsa. Urush kerakmi shuning uchun? Yo'q, men qanaqa qarab turaman unga qarasa. To'g'ri shu turish mumkin-ku. Turishingni qara. Yaxshimi shu endi? Yarashgan voy qarang. Ha, judagina yarashibdi. Ayni. Nimadir tayyorlab bering, voyjon. Rahmat, qornim to'yda sizlarni ko'r. Zo'r narsa tayyorlab berdinglar. Voy, xohlasangiz restoranga borib ovqatlanib kelamiz. O'zinglar mazza qilib yeb, ovqat yeb deganda o'ylash kerak edi. Biz yeganimiz yo'q, voyjon. Ovqat yemadik, kalti yedik voy. Kalti yeganinglar aniq bo'pti. Siz tomog'imizdan ovqat olmaydi, voyjon. Aylanib ketding o'zimni qizimlar. Hozir bo'lmasa kartoshka bilan go'sht qovurib olaman. Bo'ladimi? Shunaqa qilinglar, hammamiz birga ovqat yeymiz. Anaqa akosh ko'zini yuvamiz. Ilohim, menga shunaqa jin vaqt nasib qilsin.